erim yonimda, har doim yaqinlik ham bo'lib turadi. Ayol kishiga o'sha zino xayolli kelayotganiga baribir er kishini aybi bor. Lekin juda ko'p tushimda begona erkaklar bilan yaqinlik qilaman. Agarda u begona erkak bilan yotdi degani, bu o'zi jismoniy emas, faqat u ruhan o'sha bevafolik qilgan bo'ladi. Ya'ni bu erini o'zi voz kechganligini bildiradi. Inson agar uyida to'yib ovqat yemasa, qon ochgandan keyin ko'chada katta bo'lsa ham baribir ovqat yeydi, chunki qorni to'g'rishi kerak. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda barvaqt evakuatsiya holati uchraydi. Soft brendi asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam bo'ladi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bir qiziq savol kelgan. Shu savolga javob qilmoqchimiz. Eshiting. Assalomu alaykum. Menda bir savol bor edi. Erim yonimda, har doim yaqinlik ham bo'lib turadi, lekin juda ko'p tushimda begona erkaklar bilan yaqinlik qilaman. Buni o'zim xohlamayman, uyalaman. Tushlarimdan unaqa narsalarni o'ylamayman, lekin ko'p ko'raman, boshqa erkaklar bilan yaqinlik qilaman. Tushimda yoqadi. Bu nima qilish kerak? Men erimdan ko'proq e'tibor xohlayman. Erim haftada 1-2 bo'lish xohlaydi. Yoshimiz teng, 24 yoshdamiz. Ikkalamiz ham to'yimizga 6 oydan oshdi. Muammo kimda? Nima qilish kerak? Borgan sari erimni yoqtirmayapman. Yaxshi ko'rib ovqatlar ham qilib bergim yo'q. Erim uchun tayyorlanib har xil kiyimlarni feromon olaman. Mashqlar qilib, borib suykalib uni biqidan kirsam e'tiborsiz o'tiradi. Keyin xafa bo'lib, kayfiyatim bo'lmay yursam, hayot shundan iborat emas-ku deb borolmayman deb baqirib beradi. Ko'nglim sovib ketadi. Yonida yotgim ham kelmaydi. Erkak kishi yo'qdi yonimda. Mana bu to'g'risida juda yaxshi bir fikr aytmoqchiman. Bir inson agar uyida to'yib ovqat yemasa, qon ochgandan keyin ko'chada o'sha restorandami, stolovoydami, qayerda bo'lsa ham baribir ovqat yeydi, chunki qorni to'g'rishi kerak. Och bo'lgandan keyin. Er kishini bizada shu tanlashda birinchi bo'lib, shu faqat gap so'zi bilan emas, uni temperamentisti deymiz. Shu siz uchrashuvga chiqqanda, erga tegishga rozilik berganda, temperamentisini ham bir o'ylab ko'rish kerak. Er xotinni temperamenti, ya'ni xohishi bir-biriga yaqin bo'lsa, bu oilada ko'proq garmoniya bo'ladi. Yoki eri temperamenti yuqori, u haftasiga 5-6 marta, bir necha martadan aloqa bo'lishni xohlashi mumkin. Ayolida temperamenti past, unga 1 marta, 2 marta yetarli. Yoki aksincha, ayol kishida temperamenti yuqori, ya'ni er bilan bo'lishni, yoqishi, boshqani xohlaydi, lekin erida temperament past, ularning o'rtasida shunaqa garmoniya bo'lmaydi. Ayolni xayoliga kelayotgan shu zino, tushida kelayotgan zino. Endi odam shu uchun o'zi javob bermaydi-ku baribir, lekin bu yerda ham shu er kishini ayolini o'sha qondirmaganligidan, unga qilayotgan e'tiborini pastligidan. Har doim ham ayol kishiga jinsiy aloqa bo'lishi shart emas, lekin o'sha jinsiy aloqa bo'lmasa ham, o'sha sanda past temperament bo'lsa ham e'tibor, ayolingga o'sha qiladigan g'amxo'rliging va harakating ayolni o'zini o'sha o'rtasida ikkalaylarni garmoniya bo'lishiga, bir-birlarini tushunib yashashligi uchun katta omil hisoblanadi.
Qanday qilib sizda temperament past, ayolingizda yuqori bo'ladigan bo'lsa kompensatsiya qilsa bo'ladi. Ana shuni e'tibor bilan, harakat bilan, g'amxo'rlik bilan bu narsalarni darrov kompensatsiya qildirish mumkin bo'ladi. Ayol kishiniga o'sha zino xayolga kelayotganiga baribir er kishini aybi bor. Shunaqa yonida eri yotsa-ku, lekin tushiga o'sha begona erkaklar kirayotgan bo'lsa, demak ayol kishini o'sha eridan o'zini e'tiborli ko'rmayotganligidan bu narsa dalolat beradi. Biza har kuni bir xil ovqat yesak ham ta'mimizga tegib ketadi, boshqa qiladi. O'sha boshqa bir narsa yegin kelib qoladi. Даже yaxshi ko'rgan oshingni ham 3 mahal bir hafta beradigan bo'lsa, bir haftadan keyin o'sha oshga qaragin kelmay qoladi. Ayol kishida ham, erkak kishida ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. E'tibor bo'lmasa, yoqmaydigan bo'lsa, o'sha narsani kerak darajaga yetkazib berilmaydigan bo'lsa, xuddi shunaqa holat bo'ladi. Menda erkaklardan ham xuddi shunaqa gap keladi. Xotinim yonimda, baribir kechqurun shu ixtilom bo'ladi, begona ayollar bilan bo'lganidek. Chunki bu yerda teskari, shu erkak kishini e'tiboriga ayol kishi javob bermaganidan, unga o'sha g'amxo'rlik, muhabbatini, boshqasini e'tiborini qilmaganidan erkak kishida shunaqa holatlar bo'ladi va erkak kishilarning ko'pchiligi bu narsani keyin amalga oshiradi. Ya'ni kimdir bilan birga bo'lib, boshqa qildirib, o'zini keyin chetda qondirib yurishga to'g'ri keladi. Ayollarimizni tarbiyasi kuchli, mana ayol kishini baribir o'sha bevafolik qilish uchun bir nechta omillar kerak. Ya'ni butkul eriga nafrat bo'lib, o'sha jismoniy eridan qoniqmagandagina ayol kishi shunaqa zinoga boradi. Ayol kishi bilan erkak kishining o'rtasida juda katta farq bor. Lekin erkak kishi oilasida qoniqsa ham poligam degan narsa bor. Ya'ni yangisini ko'rgisi kelib, yangisi bilan bo'lgisi kelib, lekin xotinni yomon ko'rgandan emas, baribir uni oldiga qaytib keladi. Xayolida u begona ayol bilan ayol kishida teskari, agarda u begona erkak bilan yotdi degani, bu o'zi jismoniy emas, faqat ruhan o'sha bevafolik qilgan bo'ladi. Ya'ni bu erini o'zi voz kechganligini bildiradi, uni kerak emasligini bildiradi. Demak, buni ayollar shu holatga keltiruvchi, demak, omillar shunaqa kuchli bo'ldiki, eridan ketishga u rozi bo'lgan va shuning uchun ham bu bevafolik qilgan hisoblanadi. Shuning uchun har qanaqa bunaqa holatda er kishi ham, ayol kishi ham o'sha eriga bo'lgan o'sha e'tibori va unga g'amxo'rligi kuchli bo'ladigan bo'lsa va shunga harakat qiladigan bo'lsa, bu narsani kompensatsiya qilish mumkin bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib yuborsangiz, yana bu temaga qaytib kelishingiz mumkin va yana aniqroq sizlarga javob beramiz. Xayr, salomat bo'linglar.